O'g'illar chiroyli dubleks variantda uyimiz chiqib oldi 110 kvadrat. Planovkani tushuntiraman, qarang. Kirib kelyapsiz, prixoshka, divanli zona qilib qo'yilgan. Bu yerda bitta ota-onalar yotoqxonasi bor, ko'rasiz, remontlari chiroyli holatda bo'lyapti. Mebellarni egalari bilan suhbatlashgan jarayonda olib chiqib ketish yoki qolish jarayonini suhbatlashib olasizlar. Mana bitta sanuzul bo'ladi. Oshxonaga qarang, kirdingiz, mana bitta choy ichib o'tirish imkoniyatingiz bor. Bu yerda mana tashqari qaragan romlar bor. Fasadlarni ham ko'rasizlar. Mana ko'rasiz, xolodilnik, televizorlarni olib chiqib ketishadi. Mana bu olgan qushlik ishqiboz ekanlar, qushlar boqar ekanlar. Xo'p, kelgan manzilni aytaman. Urizor Miramirchilar mahallasidan tushganingizda dupleksning xonadonimiz, kvartiramiz sotuvga chiqib qoldi. 110 kvadrat. Narxi $95,000 start qo'yyapmiz. Endi dupleks variant, so'kilning etajiga ham tushyapmiz. Ko'rasiz, mana chiroyli holatda. Mana bitta tashqariga chiqasiz. Mana bu yoq tarafdan tushish imkoniyatiniz bor. Bu yerda bolalar bemalol o'ynaydi. Mana hovlisi, fasadlarni ko'ryapsizlar. Bu yoqdan ham tushasiz, u yoqdan ham chiqish imkoniyatiniz bor. Bu so'kilning qavati bo'ladi. Zinantegidan unumli foydalanishgan. Bu yerda bitta o'pshi sanuzul qilib qo'ygan ekanlar ekan. Chiroyli holatda. Bu yerda bitta ota-onalar yotoqxonasi. Ko'pchilik aytadi, so'kilni etaj bo'lgandan keyin oynasi bo'lmaydi. Yo'q, gulxo'y emas, bu yerda oyna tashab ketilgan, havo aylanishi uchun chiroylikgina joyi bo'ladi. Endi bu yerda bitta zalimizga ko'z tushyapti. Kattagina remontlarga bitta baho berib ketasizlar. Mana bu yerda marhamat choyxona, 600 metr olam masofa masjid, maktab, o'zi Urizorni bilgan biladi. 110 kvadrat bo'ldi, so'kilnisi bor, dupleks variantda kvartiramiz chiqib qoldi. Start $95,000. Urizordan xuddi shunaqa kvartira qidirayotganlarga tashab qo'yasizlar, okalar. Mehnatga baho berasizlar, chiroyli akasalar ham uylar qo'yishni davom etyapmiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, bitta like kirib ketasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.